Hürmetli vatandaşım, andaki eleksimizin mavzusu mundaq. Prezident Trump, Xi Jinping Çavuşanga adetten taşqari hareket qo'llandi dedi. Lekin Jungo javob qaytirib, xushmaslik dedi. Mavzuli xabar 9-ayning 22 kuni Do'yi orbiti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bu to'g'rida Prezident Trump Jungoning rahbari Xi Jinpingni madihladi. Lekin Jungo taraf darhol inkos qaytadi, balki Çavuşanda ehtiyot qilgan bo'lishi mumkin. Belki xalqaro jamiyatga elib chiqilib bo'lmaydigan so'z bo'lishi mumkin. Buning mazmuni tuvandiki, hurmatli vatandoshim. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump 9-ayning 21 kuni mundaq ko'rsatdi. Jungo Çavuşanga odatdan tashqari tadbir qo'llandi. Buning uchun men rahmat aytaman. Lekin Jungoning qaytargan javobi xushmaslik bo'ldi degandek bir gap bilan javob qaytardi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi 9-ayning 23 kuni muxbirlarni kutib olish yig'inida bir muxbir Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump tunigan Nyu-York shahrida Jungo Markaziy bankasi uqtirish tushirib, barliq bankalarning Çavuşanga yangi hisob nomeri berishni to'xtatishni talab qildi dedi. Demak, Jungoning Markaziy bankasi o'zining qo'l ostidagi barliq bankalarni uqtirish tushirib, Çavuşanga yangi hisob berishni to'xtatishni talab qildi dedi. Bu Jungo tarafının Çavuşanni imbor qilganligi bo'lib hisoblanamdi. Konkret ahvolni tushuntirib qo'yishga bo'lamdi deb savol qo'yganda, Jungo Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Lokan javob qaytarib mundaq dedi. Mening tushunishimcha sen da'vatgan gap amaliyotga uyg'un emas. Prinsip Jungo taraf bexatarlik komitetining qarorini qattiq ijro qilib, xalqaro majburiyetimizni huddiga olamiz. Muxbir yana savol qo'yib, hozir tilga ilib o'tgan Çavuşanga qartilgan pul muomala embargo masalasi amaliyotga uyg'un emas deding. Matbuotlar bu xabarni ko'plab xabar qildi. Qaysi tarafi amaliyotga uyg'un emas? Tushuntirib qo'yishing mumkinmi? Lokan javob qaytirib mundaq dedi. Rost yaqindan beri Çavuşa vaziyat ko'rdigan holda har xil gap so'zlar bo'lib o'tdi. Muxbir xabarlarda Jungo Xalq Bankasi ko'rsatma berib, Jungo bankalarning Çavuşan bilan bo'lgan pul muomala munosabatini o'zi bitishni talab qilyapti. Deyilyapti. Sen isbotlab bera olamsan deb savol qo'yganda Lukan mundaq ko'rsatdi. Bayonotchi Lukan mundaq ko'rsatdi. Hozir Yaponiya Kyoto agent xabarining muxbiri ham shundaq savol o'tirib qo'ydi. Mening tushunishim sen degan bu ahvol amaliyotga uyg'un emas. Muxbir yana savol qo'ydi. Sening deyishing Prezident Trumpning tuning so'zi amaliyotga uyg'un emasmi? Bayonotchi Lokan mundaq javob qaytardi. Mening tushunishimcha hozir sen degan masala amaliyotga uyg'un emas. Ikkinchi Jungo bexatarlik komitetining qarorini qat'iy ijro qildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump 9-ayning 21 kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'ini mezgilida Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe Koreyaning prezidenti Moon Jae-in bilan tushlik tomoqda birga bo'ldi. Tomoq yeyish jarayonida prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Men prezident Trump yana mundaq ko'rsatdi. Men faxrlanib turib sizlarga shundaq deymanki, xuddi sizlar bir necha minut ichida anglab o'tgandek, Jungo va Jungoning Markaziy bankasi o'zining tarmoq bankalariga aytib bergandek, nihoyatda zo'r bankalar sistemasi Çavuşan bilan bo'lgan pul muomala iqtisod munosabatlarini darhol to'xtatdi. Prezident Trump yana mundaq ko'rsatdi. Men Jungoning rais Xi Jinpingning mush munosabat bilan yana bir qatam rahmat aytaman deydi Prezident Trump. Bugun o intayin zo'r tadbir qo'llan. Bu kishilar o'ylab yetmagan harakatdir. Biz bak ta'sirlandik dedi Prezident Trump. Uningdan boshqa Prezident Trump Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe bilan qo'sh tarafli suhbat o'tkazganda Prezident Trump rais Xi Jinping yana bir qatim rahmat aytdi. Va mundaq dedi: "Jungoning bugun qilgan ishlaridan xabardor bo'ldim. Bank sistemi sohasida bu intayin zo'r tadbir. Biz buning uchun chunqur hurmat bildiramiz. Biz yana bir qatim Jungoning rais Xi Jinpingga rahmat aytamiz. O bugun ulug' bir ishni qildi."
Demek hazır muş haberden mazmundan qarasınız, Cungo özü payda qılgan ziddiyetning ichiga özü kirib qilib, bu ziddiyetni qandaq bir taraf qilishni bilmayotgan gap. Sen bugün bankalarga buyruq tushurding. Bo'ldi, Amerika Qo'shma Shtatlari buni qarshi oladi. Biroq Chavshanning qarshi olishi qanchalik biz yuqorida ko'rdik. Chavshan Rembirbauni Cungo matbuotlarini balalar ish qilyotdi deb tanqid qildi. Endi sening bu harakating to'g'ri. Çünkü Chavshanni cheklash hozir xalqaro dunyoviy harakat. Sen o'zing tergan bala Chavshan bu ziddiyatning ichiga o'zing kirib qolding. Endi bu ziddiyatning ichidan qanday chiqishing mumkin? Bu ziddiyat 19-qurultayga va saylamga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Saylamdan keyin qurultaydan keyin Jungo partiyasining siyosiy harakat va faoliyatlariga xalqaro va davlat ichida qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Demak, Chavshan masalasini tinch yo'l bilan hal qilishning chorasi hozir g'arb dunyosi shunasini tushundiki, bu masala Jungo masalasi. Jungoni bir taraf qilish amaliyat Chavshanni bir taraf qilish. Jungoni bir taraf qilish deganda Jungoning Chavshangardan berdigan banklari, Chavshan bilan savdo-sotiq qiladigan shirkatlari, Chavshan bilan savdo-sotiq qiladigan shaxsiylar bularga embargo yurgizish yoki ularga bosim ishlatish Chavshan masalasini tinch yo'l bilan hal qilishning bir usuli edi. Endi sizlar tövendeki leksiyimizga diqqat qilinglar, hurmatli vatandosh.